Hello do'stlar, sizlar bilan Martita do'stlar. Bugun biz sizlar bilan horror one blog o'ynaymiz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Minecraft mazza qilib o'ynaymiz do'stlar. Bugun bu mod mening Telegram kanalimda bo'ladi do'stlar. Bo'lmasam yaxshi o'tirib oling, yeyishga narsa olib keling qilib o'tirib oling. Xayr deyman do'stlar. Ya'ni salom, hozirgina salomlashdik-ku. Hozir bo'ladi endi o'tirib oling-da. Maza qilib aytgancha ingliz tilini bilsalaring juda ham yaxshi til o'rganib qo'yinglar deyman-da do'stlar, o'zlaringga foyda bo'ladi. Masalan, menga o'xshab Minecraftni bemalol tushunib olasizlar. Keyin o'zbek tili modni qilib qo'yganman endi qilib. Ayrim joylar ingliz tili bo'ladi. Shuning uchun bilaveradi do'stlar. O'zi boshidan qo'rqitishga harakat qilyapti do'stlar bizni. Lekin biz qo'rqmaymiz-a do'stlar? Qo'rqmaysizlar-a? Enderman inglizcha gapiradi deyapti. Dengizda. Xo'sh do'stlar, mana kirdik. Vashi. Qo'rqitmasdan chiq yonimga. Bo'lsa-da kirga solish kerak o'zimizga. Kiming bo'lsan, chiq yonimga. Asabni buzadi shunday qilib. Yonimga chiq. Kimsan sen? Chiq yonimga. O'lik ekan. Qora gaz bo'lmasin deb. Yomg'ir yog'ishni boshladi. Kimsan? Yonimga chiq. O'g'il bola bo'lsan. Yonimga chiq. O'g'il bola bo'lsan, yonimga chiq. Bu yoqqa. Shu yomon. O'zini yomon ko'raman shu. Sizlarchi do'stlar, izohlarda yozib qoldiringlar. Zekrus chiqmoqda. Ovoz yo'qoldi. Oralni kengaytirish kerak. Voy anqirdi. Yosh bola qilyapti. Menimcha bitta maxluq chiqsa kerak. Shu yerda parkuringiz qilib sakrab o'tamiz. Bitta o'sha sakrab o'talamanmi? Yo'q. Ne oldu? Qon sachrab tushdimi? Ovozda hech nima qilyapti. Minecraft'da buzib yuboryapti bu. Rekord videosi ham bo'ldimi? Hopa. Do'stlar, bu birinchi qism.
ikkinchi qismini chiqishini xohlasalaring 50 ta like so'rasam qila olasizlarmikan? Sizlar hammasiga qo'lasizlar, qilasizlar. Agar qolsalaring ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. Opa. Anchadan men qo'rqitgan yo'q. Hozircha ko'ringan yo'q mahluqlar. Do'stlar, o'zimgacha ko'rinmasa ham yaxshi. Lekin biz horror qilmoqchimiz do'stlar, ha? Do'stlar, shunaqa ovozlar bilan nima bo'ldi? Men tushib ketdim. Qo'rqib ketdim o'zim, do'stlar. Do'stlar, shu qo'rqib ketdim to'g'risi. To'g'risi endi, shu qo'rqib ketar ekan odam. Kutilmaganda hujum qilib qolsa. Yo'q, uni qanaqa xo'roz u? Yo'q, do'stlar. Qanaqa xo'roz u? Yo'q. Qanaqa xo'rozsan sen? Bunaqa yo'qolsin. Yo'q, qanaqa xo'rozsan sen? Mehki. Qanaqa xo'rozsan sen? Yo'q, qon do'stlar. Yo'q. Yo'q. Qanaqa xo'roz bu? Do'stlar, bitta xo'rozlar ham hujum qilyapti bola. Qoch, bu ham hujum qiladi. Yo'q. Yo'q. Qon sochiladi. Qon. Hammasi hujum qilar ekan menga. Nimaga hujum qilamiz? Qani? Yo'q, do'stlar, vashi. Do'stlar, birinchi qism, ikkinchi qismni chiqarishni xohlasalaring obuna bo'lib qo'yinglar. O'tkazib yubormaslik uchun do'stlar. Shu kurdlar ham mana bu yerda qo'yim yuzini basharasini ko'rganlaringda to'xtdi ham vashi, lekin odam qo'rqib ketar ekan to'g'risi. Va o'ldim. Uning kurlarim qondi. O'zi chiqmay qoldi hozir Minecraft. Vashi. Hozir o'zimga unaqa yasab olishim kerak. Bo'lsam bunaqada meni necha minut o'ldim keyincha. Nima bo'ldi? Bu blok qayerdan paydo qoldi? What the hell? Lekin do'stlar, shu odam qo'rqib ketgan do'stlar, sizlar ham o'ynab ko'rsalaring. Shu qo'rqib ketasizlar do'stlar. Shuni qilishga olish kerak.
qanday jasoratsiz qochib kelarkan. To'xta. Stop. Bu bo'ldi shundan. Qanday demoqchi edim? Do'stlar, vaqtimiz qolyapti do'stlar. Tezroq kuchib ketishimiz kerak. Do'stlar, keyingi videoda vashi dahshat serverda o'ynaymiz do'stlar. Adashmasam mana shuni ikkinchi qismi chiqadi. Shu paytgacha bitta zombi chiqib qolsa, qanaqa Minecraft bu? Qanaqa Minecraft bu? Menga ovqat berilmaydimi shunda? Qo'rqib ketdim. Bitta hammasidan qo'rqib ketaveraman ekanda. Chamoqchasi ham bir qo'rqadi odam. Vashi. Kullayım. Dahşatlanıyorum. You. What the hell? Ne oldu? Ha. Ölmüş kaldı dostlar. Ne oldu ağzı? Korkup gittim ey. Vashi. Fakat korkutuş için yaratışken şekilde. Mobile çıkmayan brandda. Hala yeni o'xshagan. Dizerlarda videoda chiqadi. Klaus Dizer. Blok boshqa qilmayman o'zi. Bu birinchi qism do'stlar. Yo. Hozir nima chiqdi? Ha. Xo'sh do'stlar, yosh qo'rqib ketdim lekin hali rasm chiqqanda kal grenega o'xshagan bir qonli chiqdi-da do'stlar. O'zi ham qon bulut, inglizchasiga bulut deylarmidi? Vashi qo'rqib ketdim do'stlar, o'zi ham. Sizlar ham qo'rqdilaringmi? Nimaga bo'lib qoldi? Balo bo'ldi menga. Xo'sh do'stlar, bu birinchi qism. Xo'sh do'stlar, bu birinchi qism edi. Ikkinchi qismda yana ham qo'rqinchli olmoqchiman do'stlar. Xo'sh, sizlar bilan men creator bo'ldim do'stlar. Bo'lmasam, xayr do'stlar. Salomat bo'linglar.